Tamam. O qarang, oyog'i bezilgan. Bu yorilganda tuyoq chiridi. Mikrobakterioz, ya'ni xalq tilida ko'proq tuyoq chirishi deyishadi. Bundan ko'pchilik cho'pon akalarimiz ham, oddiy xalq mayda boqadiganlar ham aziyat chekadi. Hech kim bo'lmasa, iloji boricha mana shunaqa zubdan cho'tkadan foydalanilsa, ichkariga kirib boradi. Kuz, qishlar kuzatilishi mikroelementlar ham kamayib ketadi. Tuyoq nima qilib. Shunda yetkazib bera olmayapman. Aytlarda uchi qarang, shilinishlar. Iloji boricha mana ko'pchiligimizda panat yaqib ko'riladi mana bu yerda. Qizarib, mana bu yerda mana yiringlar. Oho, yiringlar ham qopti. Hozir bunga tamponlarni nimalarni o'rgatamiz, xudo xolasa. Qo'y hayvon oyoq oqsamaydi-da, baribir. Ha, Aytolmaydi, tili yo'q jonzot. Mana tuyoq chirishi. Bu yuqumli, bir-biriga yuqib ketadi. Bitta qo'rada bo'lgandan keyin uje nima boshqalarga ham yuqaveradi-da, mana. Ko'rdingizmi? Oyog'i oqsayotganda ko'rdim hech narsa yo'q deyshadi. Mana zubni cho'tkada ishqaganda chiqyapti shu narsa. Teri, o'lgan teri uje taydan yangilanyapti-da. Hozir bu miskoparoz, ha? Miskoparoz. Endi bu masalan men obunachilarim ko'pchilik Azizbek miskoparozini yaxshi ta'sir qilmayapti deyapti. Formalin qarshi qo'shish kerak. Ko'parozni esingizdan chiqarmaysizlar, 10 litr suvga 300 grammdan 500 grammgacha yaxshilab eritib oladi. Miskoparoz mana ko'k holatda bo'ladi keladi. Mana. Formalinni o'sha suvga 1 litr 1,5 litrgacha qo'shadi. O'sha 10 litrga, ha. Siz hozir bunga 1 litr suv quyaylik. Ha, 1 litr suvga mo'ljallaylik. Taxminiy, akalar, endi aytib buyurmaysa, taxminiy qilib sizlarga ko'rsatamiz. Bu yerda haligi taroziga tortmading, ko'rsatmading degan narsa bo'lmasin. Mana 1 litr bo'ldi, 1 litr. Mana bunga mana yana bir mana 30 gram deylik. 30 gram ko'paroz oldingiz mana. Erityapsiz. Miq toza o'zimiz hozirda bolaga, oddiy toza miq. Buni biz buni hozir miskoparozini analashdi. Soxtasi bilan tozasini analashini o'rgatyapmiz. Bu ko'pchilikka xudo xolata foydali bo'ladi. Shuni doim tekshirib olishingizni tavsiya beraman. Chunki bu narsada foyda bermadi degan narsa bo'lmaydi. Bunaqa deyapti, foydasi bo'lmayapti. Buni tashxislar 3-5 daqiqa kutib o'tirasizlar. 3-5 daqiqaga. 3 daqiqa oradan vaqt o'tdi mana. Bu oksiteniya beradi. Oksiteniya beradi mana. Tushunarli. Shalingizni anglatadi mana. Demak, buni haqiqiy nimasi bo'ladi haligi? Originali, oksiteniya beradi. Zanglatadi, temirni zanglatib oladi. Demak, yaraga tushganda ham qandaydir reaksiya bildiradi. Effekt beradi. Demak, haligilar rang tashvikalari rang xolos ekan deb hisoblayman. Ha, rang yap ochig'i bir endi sirlar bor, o'g'itni nima qilishib yuboradi. Qani formalin qancha qo'shish kerak? 1-2 qo'plam qo'shing, 2-3 qo'plam. Yana ko'ring. Bo'ladi. Tegdimi, qarang. Mana. Xudo xolasa mana. Ko'rasiz? Holat iloji bo'lsa mana shu yerga kirishni ta'minlaysiz. Bekorga men bu yergacha bo'lmasin demadim. Uje achishtiradi ham qo'ydi. Ha? Tek jonivor. Tek jonivor. Mana shu o'ringiz. Ha, desa suv quyib yuboraylik-da shunda. Mana. Bo'ldi. Endi ashti mikroblarni o'ldiryapti. Formalinimiz ko'proq shu yaranib, u yerda quruq holat bo'lishi kerak-da. Siz chunki baribir go'ng kechadi, xohlaysiz, xohlamaysiz. Bu namni quritadi. Endi uni sal qurishini kutaman. Mana akalar endi tampon tayyorlab olamiz. Mana oddiy tampon deymiz endi. Mana Isabella mazi. Buni oyoq og'riqlariga, odamlar to'g'risi qo'liga ishlatsa ham bo'laveradi. Bu yaralarni bitkazib beradi. Mikroblarni tuyoq chirishlariga ham. Bo'g'im og'riq, mana bunaqa joylar ham ishib qoladi, bilsangiz mana. Ko'rsating. Bunaqa joylariga ishib qolganda ham surkasa bo'ladi. Yaralarga ham. Qo'ylarda yelini og'riydi, bilasizlar, tuqqandan keyin yelini og'rib qoladi. Yelinga ham kir sog'inda yuvib turib bir qator. Keyin surkaysiz, 3 kundan 5 kungacha massaj qilib surkab olasizlar. Yelinda og'riq. Yelinda og'riqga ham. Endi buni biz tampon qilamiz mana. Ko'rib olasizlar. Taxminiyda bu o'sha kerak mana tampon. Buni Primuzol degan dorimiz bor. Buni hozir yana boshqa kasalliklarga ko'rsatamiz, antibiotik. Primuzol. Ochamiz. Mana. Sana aytaylik.
Mana necha? Ha, Mana-chi. Mana bu bunday bo'ldi. Mana ikkovi aralashyapti. aralashyapti. Endi bunga yana bitta sir, necha ko'parosdan qo'shasizlar. Yana necha. Mana. Ikkovi aralashtirsizlar, uchovsini aralashtir. O'sha yara uchun, ha? Ha, yana uchun. Mana. Xudo xolasa endi yaxshiroq aralashtirib olasiz. Dala sharoitida. Tashqari gap chiqqanda o'zi anavi qo'lyapti-da, oqsoqib solib turib. Yo'q, bu tashqarida hozir yuraveradi, sal oqsa. Endi u yara sekin tuyoqqa o'tgandan keyin oyog'ini ko'tarib oladi. Ha, yurolmay. Hamda oyog'ini ko'tarib turaveradi. Hali men ko'pchilik aytadi-da, oyog'ini yerga ko'tarib olyapti. U nimaga tuyoqni uji tagiga kirib ketdi u yara. Bakteriya. Uji tuyoqda og'rityapti. Oyog'i yerga qo'ygani berdim deydi. Ha, ana. Kana cho'chchi bo'ldi. Xo'ps. Orasiga qo'yiladi shu yara joyi. Bo'g'oz qo'y yotkizgimiz kelmayapti-da. Yotkizmadinglar, mana qiladi demanglar yana. Bo'g'oz qo'ylik uchun yotkizgimiz kelmadi. Tampon. Sразу bitti. Ha, ana. Ichiga bosib. Aha. Bu 2-3 kun tursa ham bo'ladi, iloji bo'lsa har kuni bir mahaldan qilib tursa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bintam zakaz ekan. Zakaznoy bin. Ha, zakaznoy. Biz endi dehqonchasiga Ha, endi dala sharoitida. eski perchatkalarni kiygizamiz, oyog'ini baylab qo'yaveramiz. Perchatkani kiyib yuradi papani. Uje oyoq davolashdi. Nimasi birinchi etapi. Azizbek kasallikni tashqi tomoni. Teri nimasi bo'ladi? Teri ustiga uje bo'ldi, lecheniyasini, muolajasini. Endi buni immunitetini ko'targani, qo'ydi ham sal kayfiyatini ko'tarib, immunitetini ko'targani va teri ostidan kurashgani ham ukoli bor. Shundan Immunobazm degan preparatimiz. Ko'pchilik mana hozir yirik shoxli hayvonlar, ya'ni mollarda dermatit, yashur, o'sha nekrobakterioz, tuyoqchilish ularda ham bo'ladi. Bu qo'ylarda mana og'izlariga chechak toshadi. Nekrobakterioz ko'proq yara kasallari, qo'tirib kasallik paytlarida ham immunobaza, yaqinroq kelib ko'rsatasiz. Immunobaza, ya'ni tarkibi ko'proq bu immunitetni ko'tarib, yarani ichki tomonda to'qimani rivojlantiradi. Bu yerda eng muhim to'qimani rivojlantirib olsak, xudo xolasa kasallik dengiga o'tib ketamiz. Kalendula ekstrakti tarkibida. Meglumin oksidat immunitet ko'taruvchi. qo'tirga ham kerak. Qo'tirga ham, ya'ni to'qimani rivojlantirishimiz kerak bu yerda. Qo'tir ham bo'ladi, chechaklarda ham mana hozir yara toshlarga, umuman badanning tashqi ichki tomondan chiqib keladigan yaralarga. Immunobaza 1 millilitri 30 kilo tirik vaznga. Qo'yimiz endi hozir o'rtacha 80-90 kilo 3 millilitr qilamiz. 3 kundan 5 kungacha 3 grammdan qilinadi. Kuniga qilish kerak. Через день qilsa ham bo'laveradi. Через dень hali organizm o'zi ham kurashish kerak-da baribir. Hurmatli obunachilar, qizg'anmasdan chorvador, o'zingiz chorva boqmasangiz ham chorvadorlarga jo'natib qo'ysangiz, xolos foydali bo'ladi. To'ppa-to'g'ri.